Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana biz Atiqal banki Zomin BXM Zomin filiali tomonidan hamkorlikda Jizzax viloyati Zomin tumani Issiqxon qufida joylashgan 686-konturda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha bu yerda sizga videorolik tayyorlamoqdamiz. Bu yerda hozirgi kunda u yerning jami maydoni 15 gektar joyga piyoz o'simligi ekilgan. Bu maydonning umumiy uzunligi bo'yi qariyb 500 metr, eni 300 metr atrofida chiqadi. Ushbu maydondagi piyoz ekiniga zamonaviy uslubda sug'orish jihozlari, suv yetkazib berish jihozlari va zamonaviy hozirgi kunda o'simliklarda o'sishga yordam beradigan bo'lgan mineral o'g'it, organik, anorganik modullar ishlatiladi va buning hammasi shu piyoz o'simligimizda hosilni oshirish uchun yaratiladi. Hozirgi kunda bu yerda hozir mana ko'rib mana darda ayollar ishlayapti. Nargilarda ham ma'lum texnikalar hali yo'q, chunki endi bu yerda endi sug'orish ishlari endi olib borishga tayyorlanyapti yerlar. Yaqinda bu yil yog'ingarchilik yuqoriroq bo'lgani uchun hali piyozlar hozirgi kunda namda yetarli holatda turibdi. Hozir mana ko'rib turibsiz, holatlari yaxshi. Piyozlar holatlari yaxshi. Hozirgi kunda unib chiqib, yaxshi holatda davom etyapti. Bu ekinlarni yetishtirish yana qariyb 90 kun davom etadi. 90 kunda yetishtirish jarayonlari to'liq tugaydi. Ushbu loyihaga jami 15 ta dehqon xo'jaligi tomonidan biriktirilgan. Ushbu loyiha Dashtobod Rich Invert MC tadbirkor korporativ firma orqali amalga oshirilyapti. Ushbu korporativ firma dehqonlarga kerakli bo'ladigan asbob-uskunalar, shuningdek mana shu sug'orilishi kerak bo'lgan narsalarni yetkazib berilyapti. Bu yerda jami hosilni yetkazib olish hajmi 1 gektardan 80 tonna mo'ljallab turibmiz hozirgi kunda. 1 gektardan 80 tonna olganimizda o'rtacha bozor bahosi piyoz 2000 so'mdan sotganimizda shunda bu yerdagi xarajatlar, piyozga ketgan xarajatlar bizda rejamiz bo'yicha 44-45 million atrofida bo'ladi. Shunda daromadimiz 114-115 million atrofida daromad olishga rejalashtiryapmiz. Hozir